Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Axtachida obyektimizga keldim. Ko'rgani bo'layotgan ishlarni keyingi qo'shimchaligi ma'lumotlar berib boraman. Xo'p. Turkiya texnologiyalari asosida qurilgan ushbu issiqxonamiz 2 gektardan iborat. Hali to'liq ishga tushgani yo'q. Bu tarafda bo'lsa 3 gektar qurilgan. Undan hozirgi kunda foydalanishyapti. Bobo dehqonlarimiz metallari zaylamaydigan atsinkovniy metallardan bo'ladi. Konstruksiyalar bo'lsa bolt gaykalarda qatiriladi. Xomutlar bilan svarka ishlatilmaydi metall konstruksiyani qatirishga. Pardalari quyosh nuridan primoy tushishidan himoyalab turadi, salqinlatib turadi. Ventilyatorlarimiz bo'lsa issiqxonamiz ichidagi havoni aylantirib berish uchun foydalaniladi. Gofralarimiz bo'lsa shamollatish tizimiga xizmat qiladi. Parova otopleniyasi suv bilan isiydi. Isitish tizimi. Teplisamizni isitish tizimi. Yani kotyolları bo'ladi isitish uchun. Ko'mirga, gazga har xil kotyollar qo'yiladi. Pardalari ham o'zi avtomatik ochilib yopiladi. Havo aylantirish ham, sovutish tizimini ham o'zi avtomatik shu kompyuter orqali boshqariladi. Hozir bu yerga ekiladigan teplitsa qilinyapti. Sababi yerimiz unumdor juda ham. Yerda o'ziga ekib hosil olsa ham bo'ladi. Bundan tashqari cho'llik yoki tuprog'i hosildor bo'lmagan joylar uchun gidroponika ham qildirishadi mijozlar ko'pincha. Hozir bu yerda jami bo'lib 2 gektar. 1 gektar bu tarafda, orqada yana 1 gektar. Ushbu teplitsamiz tomchilatib sug'orilishga mo'ljallanadi. Tomchilanib sug'oriladi. Turgan yo'mkislarda, ko'rinib turgan yo'mkislarga bu yerda dorilari o'zi muntazam agronomimiz tomonidan kompyuterda o'tiradi. Shundan muntazam u dorilanib boriladi. Suv ham, dorisi ham barchasi shu tomchilatib sug'orishda foydalaniladi. Bu katta ventilyatorlarimiz ham shu havoda aylanishiga yordamchi. Aytib o'tganimdek, ushbu issiqxonalarimiz 100% avtomatik ishlaydi. Bitta kompyuter orqali boshqariladi. Juda ham sifatli. Bu yerda ishlagan odam ham maza qilib ishlaydi. Hosilda olib, Allohdan bo'lib barakasini bersa, zo'r biznes tayyor. Xuddi shunaqa teplitsalar qurib beramiz. Qurib berish bizning faoliyatimiz. Foydalanishni ham o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Tayyor podключ qilib topshiramiz. Yerni ko'rsatasizlar, tapa syomkasi bilan o'zimiz qurib tayyor qilib beramiz. Turkiya texnologiyalari asosidagi issiqxona bu. Bundan tashqari Gollandiya texnologiyasi asosidagi bor, Xitoy texnologiyasi hamda Koreya texnologiyalari asosidagi issiqxonalarimiz mavjud. Turganinglar 3 gektarli teplitsamiz. Koreya texnologiyalari asosida qurilgan 3 gektarli teplitsa hozirgi kunda ishlab turibdi. Ko'chatchilik hamda pomidor ekilgan bu yerda. Ko'chatchilik asosan. Xonamizni isitish tizimini montajlari ham qilib bo'lindi. Ozgina chalalari qoldi. Tez kunlarda tayyor bo'ladi. Kotyol yulansa bo'ldi. Hurmatli mijozlarimiz, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ya'ni issiqxona qurish yangi
yoki o'zingizda bo'lsa ta'mirlab berish kerak bo'lsa raqamlar qoldiraman. O'zingizga qulay vaqtda qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. O'zimiz joyda borib ko'ramiz. Xudo xolasa kelishib qolsak birgalikda ishlaymiz. Har ikki tomonga manfaatli bo'ladi degan umidda bo'lamiz.